videoni yana qo'yib qoldi qo'yib beradi. Men like qilyapti, like. Shunchalik ehtimolim bo'lar. Yo'q, yetmaydi. Ya bu tamsangiz istemem. Ben kamçıman. 3 gün doktorsuz aylıksız istemem. Anlaşıldılar yetişmişti. Nazar men kutib ol. Telebir tekrasham esan. Ko'pchiligingni o'tirkizib qo'yishim kerak. Chunki yarim mendan bosh. 3 dan borsa yetadi. Nechta qoldi? Seni o'tkazib qo'yaman. Bu yerda 2 ta yetadi. Sen qayerdan kelding? Men nima qildim bular? Yotmayman, o'rtog'imga kirib ketaman bu. Do'stlar. Mana nechta qoldi? Bittami? Bo'ldi. Senga yetsin. Gaz. Gördüm, noisini fazladı. Oy ya. Oy. Ne fayda ettim. Nezir qaytdi endi. Lo'q seni öldürmeye emas. Seni bu yerda bo'lmas deb o'ylagandim. Signalning bor. Hammasi joyidami? Men tekniklarni olishga kelgandim. O'zim ko'rgan narsalarimni yana bir bor ko'rishga.
Shunday. Ana shu yo'q dedi. Qornim ochiq qoldi. Nima qilaman? Senda bu uy bilan bog'liq ajoyib xotiralar bor. Lekin bilasanmi, yangi uyda ham sevimli narsalaring bo'lishini va yangi go'zal xotiralar yaratishing mumkin. Nima deysan? Bizga shu yangi daraxt o'stirishga ruxsat berasanmi? Bu ishni hech qachon qilmaganmiz. Shunday ekan, bu imkonsiz bo'lishi mumkin. Lekin biz urinib ko'ramiz. Ha. Olgin. Gaz to'ldirmadimmi? Juda yomon. Zarbada meni sevimli itimni o'ldirdi. 3 dona. Gul bolakaylari tayyor bo'ldi. Kim tatib qoladi uni? Doğrusu nezirde itlarsiz geliş gerek ekan. Qizilqalarga yaqinlashib qoldi. Mana o'zim orzu qizilqalarga yaqinlashdik degani men orzumga yaqinlashdim degani. Do'stlar, shuncha olmadan kelgan ko'p o'ngimda turgan narsani ko'rmaganimni qaranglar. Harom qaytdagin gaz. Assalomu alaykum, qadrli muxlislar. Bolajonlaringiz uyqu ortidan intilib qiladi. Yoki qorong'ulikdan qo'rqishadimi? Ularga sevimli o'yinchoqlarni sovg'a qiling. Sizga sargo'yli qahramonlarni taqdim etamiz. Yakkash, mushukcha, kuchukcha va yoqimtoy ajdarho. Ayni damda 50% katta chegirma bilan yulduzchasini bossangiz, sargo'yli o'yinchog'i dunyodagi eng mashhur 4 ta bolalar qo'shig'ini kuylashni boshlaydi. Eksklyuziv taklif yana o'zbek tilida. Yaxshilab eshiting. Ispirata buon. Do'stlar, gaz qarang, shunchalar katta. Lekin men u yerga hech qachon bormaganman. Buning uchun qanday qilib tushishim mumkin? Bolalarga tezroq uxlashga va tun bo'yi yaxshi uyquni ta'minlashga yordam beradi. Kunduzi esa bu ajoyib O'ylab bo'lsa ham o'shaga tushaman. birgalikda o'ynashganizda ayni vaqtda sifatli uyqu kichkintoyingiz sog'ligi va yaxshi Ana qizil kayfiyatga qala. siz o'z ishlaringiz bilan band bo'lganingizda sargo'yli ular haqida g'amxo'rlik qiladi. Bundan tashqari sargo'yli o'yinchog'i bolalaringizni sevimli o'yinchog'iga aylanadi. Tanlash uchun to'rtta yoqimtoy qahramon, yakkachoq, mushukcha, kuchukcha va yoqimtoy ajdarho. Hozirning o'zida har qanday qahramon 50% chegirma bilan sizniki bo'lishi mumkin. Hoziroq 2 barobar arzon narxda sotib olish uchun o'yinchoqlarga buyurtma bering. Bolajonlaringiz va nevaralaringiz ajoyib o'yinchoqlar bilan xursand qiling. Hoziroq qo'ng'iroq qiling. Katta chegirmani qo'ldan boy bermang. Bu olam katta orzular uchun. Ko'ryapsanmi, sezyapsanmi, yangiliklar bor.
için kızmışım diye unutmam. Silla yandı. Ey! Kandı. Aferin amcacığım. Narlarım. Yalı bu yerde esmerdim. Tadı onu narsam yok. Mal çocuktan yapıyorsam.